Assalomu alaykum. Obunachilar, mana konteyner mahsulotlariga keldik. Mana konteyner pollar. Mana konteyner pollarga keldik. Mana konteyner pollar. Mana bu 16 ga 244. O'ta chiroylilar. Konteyner pollar. Manamlari konteynerlar 55 ga 170 shunaqa. Bunulari 280 ming, 300 ming shunaqa atrofida qilib berishadi. Mana kamida mana listlari bor ekan, mana konteyner pollarda listlari. Kimga hali ketmon bu narsalarga kerak bo'lsa, mana bu yerda lagaliklar bor mana. Manzil Buvayda tumani Qoratepa qishlog'ida. Qoratepa qishlog'ida. Yo'lda qirg'og'ida Bachqir Qoratepani yo'lini qirg'og'ida. एक किस्त ham ekan. Hamma narsani oladi. Bir kishi. Anchadan beri ko'rganim yo'q. Konteyner pollarimiz mana. Listlari bor, hamma yo'qlari bor. Kimga nimalar kerak bo'lsa, shu yerga kelaverasizlar. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz mana akalarda. Muhriddin degan bolalarda konteyner joylari mana. Har qanaqa konteynerlar kerak bo'lsa, mana bemalol kelaverasizlar. Sizlarga hammasini sotishadi. Arzon qilib, chiroyli qilib beradi. Boshqa Bachqir. Boshqa birimni yo'lida. Mana. Mana shu ukamiz mana shu ukamiz. Mana shu yo'llarda mana. Mana shu yerda qo'yib qo'yamiz. Konteyner pol, konteyner lis, hamma narsa bor. Lagalıqlari kimga nima kerak bo'lsa, mana shu Farg'ona viloyati Buvayda tumani Qoratepa qishlog'ida. Nima kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Arzon qilib berar ekan. Hamma yoqlarimiz xudo xolosa, hamma yerga qaraganda arzon bu yerda mahsulotlar. Ancha arzon mahsulotlar bu. Mana pollar har qanaqa tanlab olishga ham bor. Lagalari bor. Qorilar bor. Qorilar hamma yo'qlar bor. Bachqir Qo'shapirim yo'lida. Muhammadjon degan bolani ishxonasi bu. Shunday kelganlaringda o'sha Bachqir yo'lida. Mana emas ishxonasi mana shu yo'ldashidek ko'rib kelganlaringda ham mana o'zi shunday. Mana shu yerdan bo'tkasi bor, bo'tkasi qo'ygan. Yo'lda chetida. Turibdi. Shu Muhammadjon deganda nimasi qayda desalang konteyner so'yadigan mana shu akani oldiga kelasizlar. Mana shu ukam mana. Yaxshi ko'rman, mana shu mana shu ukalar mana. Tanimanglar, mana shu ukalar. Kelaverasizlar bemalol. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Kimga kerak bo'lsa, o'sha dastlabki qilib ham jo'natib yuborishadi. Dastlabki qilib jo'natib yuborishadi, bari hamma yoq. Mana klientlar keldi mana. Xudo xolosa mana klientlar olishyapti, hamma yoq. Nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar bemalol.
kimga nima kerak bo'lsa bemalol konteyner pollarmi qanaqa narsalar kerak bo'lsa murojaat. Konteyner sohasi, temir, laga, xorilar uylarga polliklar hamma yo'q bor bemalol. Mana shu ukamiz mana shu ukamizda mana shu ukamiz qilib berishadi mana. Mana klientlar mana kelib mana olyapti xudo xolasa mana. Mana shu kadar klient, mana shu akalar hammasi klientlar. Klient o'ta ko'p, arzon qilib bergani uchun bemalol.